faxr bo'lmish. E'zozimizni e'zozlanayotgan shoira Toyirovna. Ushbu ehtiromni farzandlaringiz, joningizga jon rishtasini bog'lagan ahli jamoangiz nomida e'tirof bilan qabul etgaysiz. Marhamat. Sekin-sekin ko'rishni boshlaymiz. Yüzümde saçken yaşım onem, kalbimde saçken ançım onem. Dert çeksem onem bir başımı siler, yanımda gülüp giyip yıkagen onem. Boynum taşmışlardan, değmenmişmişlerden, yüreğim eğleniriz alır birey sorumlulardan. Toydan yollardan, sohbet insanlardan, korkusunuz basmıştım bu yalan rüyalardan. Toydan taşmışlardan, değmenmişmişlerden, yüreğim eğleniriz alır birey sorumlulardan. Toydan yollardan, sohbet insanlardan, korkusunuz basmıştım bu yalan rüyalardan. Yüreğimizde dertlerimiz yok, dersen bana sızlanmadım. Olan dedim, yeter dedim, sizlik ona bulanmadım. Kançaşken, basıp ötken izleringiz basmadım. Toydan taşmışlardan, kıymetmişmişlerden, yüreğim eğleniriz alır birey sorumlulardan. Toydan yollardan, sohbet insanlardan, korkusunuz basmıştım bu yalan rüyalardan. Toydan taşmışlardan, kıymetmişmişlerden, yüreğim eğleniriz alır birey sorumlulardan. Toydan yollardan, sohbet insanlardan, korkusunuz basmıştım bu yalan rüyalardan. Marhamat, ustozimiz tabarruk qutlug'. Yo'llarni bosib o'tgan ekanlar. Ustoz yaxshimi? Ustoz yaxshi. Qarimda ko'proq sarsagan. Havayolab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobning issiq ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanim bo'larmidi dunyoni o'ziz. Har qancha tutsak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bir dünya mehriban bag'rida, ilmi jo'shquradi qalbida. Yashaydi qadri kaftida, ustoz yaxshi. Onalik bo'laman Agarda chiroyli o'tirib qarsaganglar bo'lsa. Avvalambor bo'lgan muhtaram ustozimiz shoir Uchelova. Bugun dunyodagi eng chiroyli, samimiy san'atlarimizni yuragimizga to'kkan, mehr bog'idagi mehrli guldastalarni oldiga istomon oshiqdik. Bugun biz ustozga nimadir ta'rif beradiganimda, ular ikkalamizning 39-maktab o'qish direktori Xolboyev Jasur ustozimiz Bebahodir. Ular matonatda jasoratda o'lgan tog' Eron.
Ustozimiz oqila, labzi halol, yuragi toza. 39-maktab ostonasiga 40 yillik umrida o'zining sog'ligini, hattoki yoshligini og'izligini ko'mib qo'ydi. Shu bilan bir qatorda 3 farzandning voliday muhtaramasi, turmush o'rtoqlarining ajoyib sadoqatli yelkadoshlari. Valiy jamoamizda bugun minglab shogirdlar boisi yuzigoru ustozlarimizdan biridir. Ustozimiz qariyib mana shu 40 yil davomida tarifanda saboq berdilar va shu bilan bir qatorda ham ular rahbarlik lavozimida ishlab keldilar. Hayotning o'nqir-cho'nqir, past balandlarda albatta bardosh topdilar. Kelamiz hozir e'tirof bilan mikrofonimiz qarshisiga 39-maktabda ham o'zining bebaho xizmatiga rozi bo'lgan va sizning ustozlar bilan yelkama-yelka tursada bugun sochida oq, yuzdagi ajinlar bilan ustozimiz Hasan O'rinovni kelishlarini so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli jamoadoshlar, hurmatli oshig'orlar. Mana bugun butun mamlakatimizda, elimizda, yurtimizda chiroyli kunlar shukur turibdi. Va birinchisi mana o'lkamizda bahor mavsum kirishi. Bu bayramimizga qo'shaloq bo'lib, mana Eid, Ramazon hayit bayramlari kelayotgan bo'lsa, siz uchun bu bayram qariyb 63 yildan beri shaxsiy bayramingiz sizda bo'lib keldi. Inson uchun bu narsa o'sha 366 kunning bir kuni maqtaladigan kun. Ya'ni tavallud topgan kun. Sizni mana shu tavallud topgan kuningiz bilan jamoa nomidan, shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan ham tabriklaymiz, ham havas qilamiz. Havas qilamiz shuki siz ustozlarning ustozisiz. Bir inson uchun kerakli bo'lgan hamma narsa sizdan o'tsa, o'sha baxtli oila, farzandlar, nabiralar ardog'i ziyodi bilan undan tashqarisida ziyodi shuki, shuncha o'qituvchilarni ustozsiz. Kerak bo'lganda o'sha rahbarlik holatimizda ham bizga yo'l ko'rsatgansiz. Doim o'sha o'ziz ayol kishi bo'lsangiz ham mana qishloqni tadbirlarini shu o'pim uchun mana shu faollar zaliga boshqa bilan siz kelma ayolman mana o'tib turay. Men undan qilmayman degan gap sizda yo'q. Kerak paytda onasiz, kerak paytda yorsiz, kerak paytda ustozsiz, kerak paytda ikkilar qatori ikki o'qitib yurasiz. Yana bitta narsa sizni hurmat qilgan narsa u bo'lmas. Prosto qanday desam, kechirimsiz. Bakki ayollar afsonaga o'xshab oydarlarga gapirishmaydilar. Siz kerak paytda yoqama-yoqay bo'lasiz, kerak paytda qo'tona-qo'tona ketaverasiz. Shu sizlarni hurmat qilaman, shuning uchun shu paytgacha sizni doim qalbimizda mana shu shogirdlaringizni sizda asraydi, avaylaydi. Mana shu niyatim shu. Hali endi necha kundan aytdim, chunki aytganlar yo'q, yosh aytsa qalbi ko'rinadi. Yana kelishib sizlarni turing. Ashida mana qizlarni pensiya chiqib paytda shu yoniga turib, bunday urishtirsangiz bo'ldi. Omadsiz bo'lsin. Gapni o'zingizga javob asosan rahmat. Ustoz, shogirdingiz 9-maktab direktori bo'lmish Jasurbek Xolboyev gohida bir-birning qalblariga ozor berganmiz. Bugun hammasi uchun ulardan kechirim so'raymiz. Olimaro kezib piyoda, do'st topmadim undan ziyoda. Ishonmaysiz yorug' olamda bizni ustozimiz eng go'zal ustoz. Sochlarida erur oqtola, qiynalsa ham qilmaydi nola. Ustoz borki, biz bolamiz bola, aslida ustozsiz eng dilbar ayol. Kelamiz hozir erkaklar nomidan ushbu e'tirofli sovg'alarimizni maktabimiz direktori Jasur Xolboyev boshchiligida jamiki erkaklar g'ururni tog'lardan baland qo'yib, sizga ehtirom bilan qo'llarni ko'ksiga qo'yib, qoshingizga kirib keladilar. Marhamat erkaklarimiz, ketdik. Erkaklar
yashayapmiz, o'lganimiz yo'q. Yo'qotmadik g'urur orimiz, bor bu yerda degan nomimiz, faqat Alloh olar jonimiz. Bandasidan qo'rqqanimiz yo'q, yo'q. Yashayapmiz, o'lganimiz yo'q. Bandasidan qo'rqqanimiz yo'q, yo'q. Yashayapmiz, o'lganimiz yo'q. Ne bo'lsa ham nomard bo'lmadik, qo'y o'rniga echki so'ymadik, kimlargadir paxta qo'ymadik. Ikki yuzli bo'lganimiz yo'q, yo'q. Yashayapmiz, o'lganimiz yo'q. Ikki yuzli bo'lganimiz yo'q, yo'q. Yashayapmiz, o'lganimiz yo'q. Muhtaram ustoz Jasur Xolboyev, bu mashaqqat davomida o'tgan ustozingiz qismatiga ko'nib yashadi. Dardini diliga ko'mib yashadi. Hattoki goh-gohida armonlarga ham cho'mib yashadi. Aslida meni ortimda qolgan qiz bor. Mana shuncha mening shogirdlarim bor dedilar. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Avvalambor hammalaringizni mana kirib kelayotgan qo'shaloq bayramlarimiz, Hayit ayyomi, Navro'z ayyomlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qo'shaloq ayyomlarimiz haqiqatan qo'shaloqligi bugun ustozimizda tavallud kunlari. Ustozimizda tavallud ayyomlarini chin qalbimdan tabriklayman. Oilamiz, maktabimiz, yigitlarimiz, jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, tinch bo'ling, oilaviy baxtli, tinchlik. Uzoq yillar yana mana shu bizning hayotimizda turib, shu o'zingizning maslahatlaringiz, o'gitlaringiz bilan yonimizda turing. Albatta har bir o'sha ustoz shogird o'rtasida bir iliqlik bo'ladi. Birinchi shu ishga kelgan kunimda shu ustozimiz o'zlari xonalariga kiritib o'qituvchilikni sirlarini, asrorlarini o'rgatgansiz. Buning uchun albatta katta rahmat, kam bo'lmadik. Biza ham mana o'zi ancha yil ishlab qo'ydik ustoz. Mana shu faoliyatimizda haqiqatan sizga nisbatan aytiladigan ibrat maktabi desak kam bo'lmaydi. Ustoz deganda ko'z oldimizga sizni keltiramiz ustoz. Albatta ustozlik darajasidagi har qanday o'sha darajalarni olib bugun ustoz sizni o'ylaymiz. Bundan tashqari mana shu maktabimizda har qanday bir yutuqlarida sizni hissangiz bor ustoz. Charchamang, bundan keyin ham mana shu yonimizda tursangiz, bundanda shu maktabimiz qolaversa, mana mahallamizda ham uncha o'sha erkaklar qilmagan ishlarni ustoz o'zingiz bosh bo'lib, sizni shu ishlaringizni ko'rsak, boyagi kinodagi suyunchi filmlar. Farmon berganda ko'rgandek bo'laman ustoz. Haqiqatan shunday shijoat bor ustoz. Mana shu shijoat sizni hech qachon tark etmasin. Har doim yosh bo'lavering ustoz. Charchamang. Rahmat sizga mana shu shuncha mana shogirdlarni o'ziz mana shu yo'llarni to'g'ri ko'rsatib, mana shu bizni yoningizga qavatsizga olib, mana shu tadbirlarimiz ko'payaversin ustoz. Iloyim charchamang, sizga baxt saodat, yana mana shu farzandlaringiz, nabiralaringiz, shogirdlaringiz ardog'ida bo'lish har nasib qilsin. Sog' bo'ling ustoz, rahmat. Habibli 19 maktab jamoasi marhamat ustozimizda tabassumning a'losini ko'rdingiz. Butun olamning ma'nosini ko'rdingiz. Ularning dardlarini, davosini, shogirdlarni kulishida, yurishida, turishida ko'rdingiz. Demak, sizni ustozingiz eng go'zal ayol. Demak, farzandlar hozir G'olibjon, Abrorjon hamda Gulamjon Bonu onajonim bilan bizni o'rnimizga raqsga bir tushib bering.
toki ularning qalbiga shodlik qasr o'qiydilar. Ustoz pastga tushamiz. Ketdik, marhamat. Show you
Aysarim, boyun kesib qaytishimdan yatmam. Ko'rib qaytdim turli odamni. Vali topolmadim joyga ro'yxatni, ona yurtni. Ona yurtni bo'yi boshqacha yo'q. 39-maktabning ustozlarining foizli kuni boshqacha. Bugun ustozimning ko'zlaridagi sururga qarang. Davradagi foiznurga qarang. Vali buruqtillardagi shukurga qarang. Kimning o'yi xayoli boshqacha bilmadimi? Ustoz, bugun sizga ko'rsatilayotgan e'tirof, e'zoz, hurmatning o'zi boshqacha. Qani bugun jamoangizni oldida qanday dilingizdagi dilnomalar bor? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Men uchun har doim hurmatda, izzatda, qadrlik, qadrdonlarim. Bugungi mana kirib kelayotgan ro'za Ramazon oylarini hayit bayrami bilan barchalaringizni qutlayman. 21-mart Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Hammalaringiz oilalaringiz baxtiga, jamoamiz baxtiga, ota-onangiz, farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'linglar. Ishlab hech qachon charchamanglar. Mana shu tadbirni men kutganman, yo'g'dim ochig'i. Hayron qoldim, yaxshi ham bir tayyorgarliklarni ko'rgan ekanman. Endi ichimda gaplarim juda ham ko'p. Meni shoira qilgan mana shu kallikdim. Elga tanitgan, hurmat qilgan, izzat qilgan, mana shu mahallada o'zimni o'rnimni topishimda, shoira bo'lishimda mana shu jamoamda o'rni katta. Har qanday tadbir bo'ladimi, maktabimizda yoki oilamizda tadbir bo'ladimi, jamoamiz bir-biri bilan juda ham ittifoq, inoq. Bir-birimizdan doimo xabardor olib turamiz. Men faqat shu narsani istardimki, mana shu jamoamizdan mana shunaqangi mehr oqibat hech qachon yo'q bo'lmasin. Bundan keyin ham bir-birlaringiz bilan hurmatda, izzatda bo'lib maktabimizni yanada yuqorilarga ko'tarish uchun hammangizga kuch-quvvat tilayman. Maktabdagi har bitta yutuq bu mana shu jamoaning yutug'i deb bilaman. Jamoamiz bilan birgalikda juda katta yutuqlarga erishdik. Har bittasini eslaymanda o'z-o'zimdan xursand bo'lib gohida yig'lab ham olaman. Mana yaqinda Turon teatrida o'quvchilarimiz viloyat hududiga chiqish huquqini qo'lga kiritdi. Bir kunda 200 martalab ham ko'raman, uydagilarga aytaman, endi necha kun gapirasan sen bu gapda deydilar-da. Ko'ramanda har safar ko'rganimda shu yutuqlarni ko'rib shunchalik hech kim bo'lmay o'zim xursand bo'lib yig'layman. Chunki mana shu bu mehnat o'z-o'zidan bo'lgan emas. Hamma yutug'imizda kollektivimiz mushti bir joyga urib, opa-singil, aka-uka, kerak vaqtida direktor, kerak vaqtida zavch bo'lib bir-birimizni qo'llaganimiz uchun ham maktabimiz ana shunday. Qaysidir bitta sohani agar tushunmay qolsak, bir-birimizdan yordam bersak, so'rasak, birdan to'g'ri yordam ko'rsatadi. Mana shu ishni shunday qila olmadik desa, qaysidirdan bitta fikr chiqadi-da. Men xursand bo'laman, yana nimaga baxtim she'rlarga tushib qolib, mana shu qishloqda oila qurganimdan juda ham xursandman. Bu ikki qishloqda insonlari juda ham mehr oqibatli insonlar. Demoqchimanki, mana shu mehr oqibatimiz yo'q bo'lmasin. Ro'za Ramazonda yana sizlardan bir bora men uzr so'rayman. Ba'zi birlaringizni ko'nglingizni og'ritgandirman, xafa qilgandirman. Men uchun sizlardan kechirim so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Havas qilsa inson hamma narsaga erishar ekan. Bir kun Instagramda bitta ustoz o'libdi-da, qabristonga kuzatyapti. Har 5 metrda bittadan shogirdi ustozga qaratib gul otib o'tiribdi. Men aytdimki, qani shunaqa ustoz biz ham bo'lar ekanmizmi deb ko'nglimdan o'tkazib qo'ydim. Bugun mana xuddi o'sha narsani esladimmi, qandaydir shu narsani ko'rganday bo'ldim. Sizlarga kattadan katta rahmat. Boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman. Sog' bo'linglar, oilalaringiz baxtiga kirib keladigan bayram bilan hammasini tabriklab qo'yinglar.
yana bir bora rahmat sizlarga. Mana shu yerdagi barcha ustozga men tilagan bo'lardim, ota-onani, o'quvchini, kasbdoshni, ustoz shogird o'rtasidagi mehr oqibatli, hech bo'lmaganda menga o'xshab e'tirof, e'tiborga erishsanglar xursand bo'laman. Rahmat sizlarga yana bir bora. Bugun sizga munosib bo'lgan shogirddingiz Bektoshov Ro'ziyev ham o'z zamonida mana shu ustozimiz oldida qarzimiz juda katta. Bu qarzlarni o'zi bo'yimiz albatta. Biz ular olqishchilar. Rozi etsak deganidek toki bor fursatda ular borligi uchun ham 39-maktabning jamiki ustozlarining boshi osmonda. Bergan saboqlar oldida neki xizmatga. Yelkalarni ko'tarib bo'lsa-da bir shogirdlar hajlarga olib borsak ham. Aslida ustozimiz shoironani ulug' payg'ambarimiz ham siylagan odam. Biz ularni qalbdan yaxshi ko'ramiz. Ular bizni hayotdagi qalbimizni huzuriga aylangan, boshimizga yarashgan oltin toj, qalbimizning makkatullosi, fidoyi, iste'dodda esa salohiyatda bugungi kunda har bir ustozga ibrat bo'lgan, jon kuygan ustozlardan biridir. Azizlarim, biz barchangiz bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik va totuvlik, qalbingizga go'zal ofiyat tilaymiz. Xudo xohlasa, ro'za Ramazon kunlari ibodatda polvon bo'ldingiz. Robbim Alloh kechirguvchidir, bilguvchidir. Shunday ekan, bugun dilingizdagi jamiki dilnomalarni har bir shogirdlarga, ustozlarga aytar ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug', 3 ta farzandingizni rohatdan rohatlaning. Demak, biz eng so'ngida bittagina o'zingiz bo'lsangizda dilingizga g'amborni tugib, to'kib, armon tugunlarni yechib, yur aylanib adirga qo'shiqqa o'ynab bermoqingiz kerak. Chunki hayot o'z lasgisiga ustozlar juda ko'p o'ynatgan. Sababi tilni toyga ulatgan. Qanchalardir ustozlarga kelib, ota-onalar yelkasida mushk bilan ko'rsatishgan. Lekin bu dunyoda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p. Bariga sabrdan ko'ylak kiygan aslida ustozim o'zisiz. Guldiroz qarsaginglar. Yur aylanib adirga